Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Rossiyaning aviatsiya markazi bo'lgan Yevropa va Osiyo chegarasida yuksak madaniyat hamda qudratli aviatsiya sanoati uyg'unlashgan Uralning asosiy qal'alaridan bo'lgan Perm shahriga borish uchun top 3 sabab. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 3-sababni siz aniq eshitmagansiz. Birinchi sabab: Permning unikal madaniyati. Siz u yerga borganda dunyoga mashhur Chaykovskiy baleti hamda noyob Perm yog'och haykaltaroshlik kolleksiyasini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi sabab: Ural mo'jizalari bo'lmish afsonaviy kungur muzg'ori hamda haybatli usva ustunlarini ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat, uchinchi sabab: Perm Rossiyaning aviatsiya va sanoat borasida yirik o'rin egallagan shahri bo'lib, PS-90 hamda PD-14 aviadvigatellari vatani bo'lib, hamda yirik IT markaz hisoblanadi. Esa siz Toshkentdan Perm shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys bilan Centrum Air orqali 7-sentyabrdan har dushanba kunlari parvoz qilishingiz mumkin. Chiptalarni esa xayrli parvoz orqali hamyonbop narxda sotib olishingiz mumkin. Buning uchun esa izohlarda Perm so'zini yozib qoldiring, biz siz bilan albatta bog'lanamiz.